$11.600 dollarga bitti. 800 kvadratdan ziyod, 11 dollardan kvadratiga to'laysizlar. Juda ham chiroyli suratda qurilgan G obrazda mana e'tiroz bildirilsa, e'tirozlar muhokama qilib o'tirilmasdan joyda hal qiladi va ishimiz sifatida javob beramiz. Xonamiz tepasini faqat kubik urib, oralariga tilla lenta hamda 3D variantdagi 8 qibrali yulduzlarimizdan qo'ydik. Qaymoq va mokriy rang kubikalardan hamda ba'zi joylariga tilla tulikalardan foydalanganmiz. Katta ehtimollar bilan menga yoqqan narsa uy egalariga ham yoqadi. Eng katta narsa pullar bilan o'lchab bo'lmaydigan narsa bu ishonch. $11.600 dollarga bitti. 800 kvadratdan ziyod ishimiz Toyloqda bitti. Batafsil ma'lumot sizlar uchun qiziqmi? Videomizni oxirigacha ko'ring. Hali ham obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar, Kamina usta Abdulloh. Jamoamiz bilan tunikafon xizmatlarini amalga oshiramiz. Faqat tunikafon emas. Endi bizda yangilik tunikani boshqacha xillari, ya'ni podvisnoy patolog, girlyandalar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Narx qancha deysizlarmi? Boshlanishiga narxini bilasizlar. Vapshe arzon, $11 kvadratiga to'laysizlar. Usta haqqi o'rnatib berishi hamma yog'i ichida. Mabodo pullar yetmay qolsa, bo'lib bersanglar ham beraveramiz. Yigirmalarimiz davom etadi. Xo'p, bizlarda ishimiz faqat tunikafon emas, balki krishalar bo'lsa, zo'r tunika krishalar o'rdirmoqchi bo'lsanglar, bundan tashqari traventin xizmatlari, sokil xizmatlari, patologni xohlagan turini aytinglar, xudo xolasa chotga qilib beramiz. Ko'rganda ko'zlaring quvnamasa, biz mazza qilmaymiz. Biz mazza qilishimiz uchun sizlar kirganda atmosfera qilib bera olishimiz kerak. Shunaqangi chiroyli kirganda mehmoningiz bilan, o'zingiz bilan bahri dilingiz ochilib mazza qilsangiz, biz mana shu narsani oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida joylashgan Alisher akamizning xonadoni, u ham juda ham chiroyli suratda qurilgan G obrazda mana uyimizda mana terrasa qismi bo'lgan, ayvon qismi deymiz, naves. Mana bu tarafda ham naveslarimiz bor. Taziroklarimiz bu juda ham chiroyli, hammasi nima deydi, sharqona uslubga, zamonaviy uslubni bir-biriga aralashtirib kombinatsiya qilgan holatda ishni chiqardik. Haqiqatan ishimiz sizlarga ham yoqdimi, yo'qmi, kommentariyada yozib yuboringlar, albatta inobatga olamiz. Xonamiz tepasini faqat kubik urib, oralariga tilla lenta hamda 3D variantdagi 8 qibrali yulduzlarimizdan qo'ydik. Mana bu ayvonimiz bilan kozyorogimiz o'rtasini bo'lib turish uchun tunikadan regel yasaganmiz va bu yog'ida kozyoroglarimiz mana shunaqangi kozyoroglardan ketgan. Bu yerda asosan qaymoq va mokriy rang tunikalardan hamda ba'zi joylariga tilla tunikalardan foydalanganmiz. Ayvonlarimizni ham ko'rsangizlar, ayvonlarimizning ichi, devorlarimiz yoni avalli karniz mokri asfalt rangda bo'lgan hamda girdi atrofi polni Marokan naqshlarini MDF dan qilganmiz. Hamda mana bu uyimizni chiroyiga chiroy qo'shish uchun mana bu trenddagi rombigimizdan qo'yganmiz. Rombiklarimizni ham bir ko'ring. Haqiqatan bir uzukni ko'ziga tushgan, bir-biriga mos tushgan. O'zimga yoqdi. Katta ehtimollar bilan menga yoqqan narsa uy egalariga ham yoqadi, chunki hamma nima deydi, chumchuq suysa ham qassob suysin deydi. Biza qaraganda qaysi nuqtadan qaraymiz? Ya'ni dizayn nuqtai nazaridan, rang nuqtai nazaridan, o'sha shakllar mutanosibligi, uyga tushmasligi, hamma narsani jamlagan holatda qaraymiz. Xudo xolasa, menga yoqdi, sizlargachi. Kommentariyada yozinglar, agar yoqqan bo'lsa, like bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlanglar. Azizlar, tunikafonda bizda har xil varianti bor. Har xil, bir-biridan chiroyli, yangi-yu, eski-yu, high-tech-yu, 3D-yu farqi yo'q. Любой fasonda ko'rsang, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ishimizni sifatiga javob beramiz. Xudo xolasa, endi insonning qo'li bitta-bitta xato kamchilik bo'lishi mumkin. Mabodo bir e'tiroz bildirilsa, e'tirozlar muhokama qilib o'tirilmasdan joyda hal qiladi va ishimiz sifatiga javob beramiz. Azizlar, biz Toyloqda Tursun bobomizning xonadonini tunikafonlar qilib tugatdik. Endi kelinglar, Tursun bobomizni ikki og'iz fikrlab olamiz. Tursun bobo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'liklaringiz yaxshimi? Tursun bobo, mana eng katta narsa pullar bilan o'lchab bo'lmaydigan narsa bu ishonch. Mana bizlarni uylaringizga, chorlaringizga chaqirdingizlar, tunikafonni qildik. Ishonchlaringizni qay darajada oqladik bu?
A'la darajada bo'ldi. Zo'r bo'ldimi? Bu qarang. Mana shu tunikafon qilishlikda tunikafon qilamiz xudo xolasa deb niyat qilgan paytda, o'zal chaqirgan paytda shunday bo'lishini kutuvdingizmi? Qanday bo'ladi deb o'ylavdingiz? Endi bu ishni ko'rmasdan oldin bunday bo'ladi deb o'ylaganimiz yo'q edi. Aha. Ish bo'lganda ishondik haqiqatan. O'ylaganingizdek bo'ldimi yo Ziyodroq chiqdi. ziyodroq chiqdimi? Ishni ko'raverib, zaten Bu bilasizmi, bizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali faqat O'zbekistondan emas, butun dunyodan kuzatadi. Ularga bilasizmi nima qiziq? Ularga qiziq bo'lgan narsa, mana hozir ko'chadan kirib kelganda yo uyda o'tirganda, mana shu narsaga qaragan paytingizda zavq olib mazza qilyapsizmi, yo'qmi? Albatta. Mazza qilyapsizmi? Ha? Ko'rib, xursand, baxtingiz ochilyaptimi? Ha? Shuni biroz aytib bering shuni. Ana o'yimizdan kiribganda ko'chadan ana ko'zingiz tushadi, qaraymiz. Xursand bo'ladi, ha? Xursand bo'lamiz. Ustalarga, ustalar boshliqlariga har doim rahmat aytamiz. Bu bir kun bittasidan so'radimda, qanday bo'lyapti dedim. Aytdi, otam bilan onamni umriga 5 yil qo'shildi dedi. Nimaga desam, juda ham xursand bo'ldim. Xursand bo'lamiz. Har ko'rganda. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Endi bizlar usta yigitlarimiz haqqiga bitta duo qilib bering bu. Bismillah. Mana shu ishlagan ustalarga, mana sizlarga ustani boshlagan albatta materiallar ustaga vaqtida yetkazib bergansizlar. O'sha yerda sexlarda ishlab turgan ustalar ularni tayyorlab jo'natgan. Hammalariga rahmat, sizlarga ham rahmat. Har doim sog' bo'linglar, bola chaqalaringiz bilan umrlaringiz oxirigacha sog' salomat yuringlar. Ishlaringiz hamma barobarni bersin, unga boshqasi qo'ymayman. Bola qozondan asrasin. Amin. Yana elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Aytganingiz. Pullar oson musafo bo'lsin. Mana shunday nimalar ishlar ko'payaversin, ha? Qiladigan ishlar ko'payaversin. Amin, aytganingiz kelsin. Hamma xursand bo'layapsin. Bizlar tunikafon qilib, sizlar xursand yuringizlar, ha? Telefonchilar albatta xursand bo'lsin. Buni tayyorlab bergan mana har bitta shu mayda nimalar tayyorlab bergan ustalarga ham katta rahmat. Bunga o'xshagan ustalarga ham. Sizlarga ham buni boshqarib yetkazib bergan sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.